Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün ben sözlemek olduğum yanına şu atılı bilen ballarının o'tirisidagi muhim bir dadili köprek sel qarab qaraydigan, hatta ba'zida shu xil sel qaraganni haqliq deb qaraydigan bir illat bor. U bo'lsa-mu balalarni hurmatlamaslik yoki bizga nisbatan, ota-onaga nisbatan bu kichik balalarning hurmatlanadigan qimmati borligini haqiqiy tegidan tunib yetmaslik. Bayam Jamal Najim degan bir masalani tahlil qildi. Masalan, ota-onalar balalarga qilgan va'dasini 5-6 yildan mening balam dedim bu degandan qaraganda shu illatni sodir qilganligi uchun dakkilikka tushib so'roqliq emas. Şuna qaraganda bu xilli umumlashgan bir. Ama biz bunun psikologik sebeplerini analiz qilgan vaqtda menimcha bu asosliq sebep bunda. Mesela bir ota-ona bir odamga, cho'ng odamga qilgan va'dasi bilan bir balaga qilgan va'dani o'xshash deb qaraydi. Bu kichik bola ya bu. Kichik bola deganni tug'ash tura oladi. Ama cho'ng odamga qilgan va'da. Ama kichik bola qilgan va'da emas. Ya'ni kichik bola bizning nazarimizda tehi cho'nglarga o'xshash ahamiyat berilgan darajaga yetgan emas. Shu sababdan ularga berilgan va'daga biz xohlasak amal qilamiz, xohlasak amal qilmaymiz. Shu mana mushuni tegida yotgan sababmi men shundan boshlaydi deyishimda. Balalarga hurmat qilish bizning nazarimizda unda bek muhim ishlardan emas. Mesela bizde Uyg'urlarda cho'nglarni hurmatlash, kichiklarni izzatlash degan hukm bor. Ammo kichiklarni hurmatlash deb ishlatmaymiz. Yani hurmat cho'qim cho'nglarga bo'ldi. Kichiklarga bu yerda tehi biroz analiz qilgan narsalar. Ammo bu zarurmi? Mesela Peygamberimizden bir hadisiga qaytildi. Bayan dal shu masalada bir ayolning o'zining balasiga bir narsa epbaga men sana bu narsani epbay degan vaqtda Peygamber alayhissalom yanında bor. Mushuni chuqur qilib bermasang bo'lmaydi deb bir eskartgan bir hadis bor. Ya'ni shuni o'rgatgan. Ya'ni sen balanga göre shuni va'da qilgan bo'lsang, shuni joyiga keltirishing kerak. Hem Peygamberimizning hayotidan buningda bizlar doim eslaydigan bir voqea bor. Enes İbn Malik radıyallahu anh bu hesapta Peygamberimizin balalarga tutgan pozisyonu ve terbiyesinin umum ana kaidelerini üzerine estimesi arkalı tuzladı. Yani Enes İbn Malik'in anası 10 yaş etrafında Peygamberimizin yanında ekip durdu. Peygamberimizin en uzun hemrahı olan yani balalık devri Peygamber Aleyhisselam'dan yerinde ötken bir sahabe. En uzun ömür görgen sahabenin birisi. Özü eslep şu, ben şunday vaxtımdan 10 yaş etrafında Peygamberimizin yanına gelgen. Peygamberimiz bütün hayatımda mağrur kıldımma, hata qilganligim uchun, qilgan ishim uchun meni azarlab boqmadi, men qattiq gap qilib boqmadi. Nima ish qildim bunday qildim? Lekin ish qildim qilmadim deb boqmadi. Deb shunday. Ya'ni vaqirash tillash chaqirishlig'i u yoqda tursin. Peygamber Aleyhisselam'ın o'ziga naqadar bir güzel muomala qilganligini so'zlaydi. Gapimiz qaytib kelsak, unda da balalarni hurmat biz bunda o'ylaymiz endi. Bu bala deganni nurg'un bu bizning Uyg'urcha hayot xulosamizda bala degan qapoq ochadigan narsa emas. Sal hurmatlab qo'ysak gaydangi minib oladi degandek sabablar tufaylidan shunga qapoqni ochmay muomala qilishni tarbiyadagi muhim bir asosimiz sifatida miros olib kelgan ajdodlarimiz. Gerçi bu bizning ajdodlarimizdan miros olib kelganimiz bilan, meni qarashimcha bu yuqorida deyilganiga o'xshash bizning dinimizning islom tarbiya prinsipiga xilof, ya'ni bizning dinimiz buni rad qiladi demoqchi. Unda da agar hurmat qilmasak qanday ziyni bor balaga nisbatan qanday ziyni bor? Menimcha buni tunib yetish balki bizni biroz o'yga selishimiz. Biz buni tushunish uchun o'zimizni bolalarga qaytirib tasavvur qilib. Mesela hammamiz kichik bolaga aylanamiz.
6-7 yaş, 7-8 yaşlık bir bala oldu. Ondan keyin biz mında bir işime sırttan keldik. Mektepte bardık, mektepte çoğun balalar bizni udy. Biz tayak yep, uyga yığılap keldik. Şunu bilen kelgenden keyin bizning dadamiz shunday qarab, nima ish bo'ldi dedi, bitta tayoq yedim dedi. Yoki sen nima ishga mushatmading dedi. Men dedim, u mendan cho'ng qo'rqdim, uni ursam meni tag'in bir qattiq urarmikin deb qo'rqdim deb yig'ladim. Shuni bilan u dada sen beni deb tayoq yeb kelding deb tayoq yegan avvalda yana uni qo'shib 2-3 ni soldi. Ko'nglida yaxshi tarbiya bermoqchi. Qo'rqmagin. Sening qo'rqishing bir o'g'avalığa yarashmayotgan bir ish. O'g'aval degan qandaymi qo'rqidi deb balani undamayman. Endi kichik boladagi cho'nglardan qo'rqish. Endi biz yine shu tasavvurimizni birdan qanot yoydirdik. Endi u bola qanday o'ylashi mumkin? Aslida bu bola bundan umid qilishi mumkin endi biz kichik bo'lsak. Tayoq yedi, tayoq yegandan keyin dadam hech meni bag'riga besib, "Xafa bo'lmang bolam. Yoki mendan ishni xato qilibsiz, yoki mana sababdan jidallashib ketibsiz, bu bola cho'ngken. Agar siz yoki tangrak bo'lgan bo'lsangiz yoki cho'ng bo'lgan bo'lsangiz tayoq yemasdingiz." deb mandaroq bir o'zini tushunishini, ya'ni o'zining cho'ng boladan qo'rqqanlik hissiyotini dadasining uni masxara qilmasdan, ayiblamasdan, baholamasdan tushunishini o'rgatdi. Men bo'lsam ham shunday o'rgatishim mumkin. Ama eksici bola ahil muomalaga uchragandan keyin ikkinchi qatim sirtda o'xil ish yuz bergan vaqtda dadasiga yoki onasiga dard to'kamaydi. Chunki u o'zining qo'rqqanlik hissiyoti nihoyat nomus qilishga tegishli bir ishgan deb o'zining ota-onasining oldida o'zining hissiyotini yushirishga odatlanadi. Hissiyotini yushirishga odatlanadi deganlik, yani bir inson o'zining eng yaqinining yanidami hissiyotini ochiq oshkora ifodalashga jur'at qilolmaydi deganning muhim bir sababi, chunki uning aql hissiyoti shu qarashlar tarafidan to'g'ri qabul qilinmag'achqa yoki tushunilmagachqa anandan keyin u jo'shudi. Xuddi bola men qo'rqdim degan gap sababidan ota-onasidan ayblanganligi uchun ikkinchi qatim qo'rqdim desam bo'lmaydigan deb uni demaydi. Uni demaslik bilan bu bola qo'rqmas bo'lib qoladimi? Unda bo'lib qolmaydi. Buni demaslik bilan aytsa bu bola botir bolaga aylanib qolmaydi. Buni demaslik bilan u maktabga jidal tugab qolmaydi. U yana buzak etiladi. Chunki hayotlikda bu davomli bo'ldi bu ish. Ammo bu o'zining qo'rqqanini ota-onasiga deyolmaydi. Chunki uni qabul qilmaydi. Shuning bilan bu asta-asta bolalar o'zining hissiyotini yushiradigan, hatto asta-asta o'ziga ishonmaydigan, bu hissiyotini yushirdi deganlik, nimaga o'xshatsak buni? İnsanning vujudidagi ruhiy dunyosiga his tuyg'u, uydagi qozonga o'xshaydi. Qozon qaynayotidi. Yani busva. Tuvoqning atrofidan chiqib ketishi lozim. Agar biz tuvoqni chin itib etsek, masalan, yuqori besimli qozonni, kichik tuyushga voysan bo'lsa, shu buz chiqib o'tadi. Agar biz uni itib etsek, partlaydi. Balaning ichki dunyosi shunga o'xshaydi. U paydo bo'lgan narsani u to'g'ri bir yo'lda chiqarib o'tishi lozim. Agar u chiqarib o'tilmasa va bu besiq turilsa, bu ya ichiga ya yeniga partlaydi. Endi bu balalarda partlab etib ketmaydigan yo'llar. Ammo bu uni boshqacha shaklda partlatadi. Yani bunun zihni bekçik. Bunun zihni bekçik. Biz bu temada men kelaptilerde takımcık to'xtalmoqchi. Shu bolalarning ichki dunyosini hissiyoti degan masalada. Emdiki sualimiz münasebetli. Qanday endi? Unda da bolalarning bu hissiyotiga qanday muomala qilamiz? Bu hissiyot har xil bo'lishi mumkin. Masalan, bir natijadan hayajonlanib kelishi mumkin. O mesela bugün imtihanda 95 aldım der. Hayajonlanib kelishi mumkin. Yoki bayan degandek masalan deyli. Biz bola bilan uyning keyiniga chiqsak, qorong'u ekan dedi, men qo'rqdim desa. Mesela 11 hissiyot. Qo'rqish bir hissiyot. Bayan bilan. Hayajonlanish bir hissiyot. Yani Allah insanı o kadar mürekkep yarattı ki
Bizning bir tarafdan bir aqliy faoliyatimiz var. Bir tarafdan hareketlerimiz var, sakraymiz, taqlaymiz. Yana bir tarafdan shunda biz ko'ranmaydigan his tuyg'u faoliyatlarimiz var. Bir balaning o'sib yetilishi cho'ng jihatdan aytganda mushu 3 jihatning birisi bilan jips, moslashish bilan bo'ladi. Ya'ni biz ko'ralaydigan bir ish harakati var. Biz ko'ranmaydigan his tuyg'usining bir harakati var. Anadaki onun aqlini, mesela ügünüş, bilish, so'rash deganga o'xshash aql kontrol qilgan bir aqliy faoliyat. Biz ota-onalar axloqiy va ish harakatiga ahamiyat beramiz, chunki biz ko'ralganligimiz uchun. Mesela kiyimingni ratlik kiyding, kiymeding. Mana shuni to'g'ri deding, demeding, yolg'on aytding, aytmading deganga o'xshash biz ko'ralaydigan tarafi. Anadan keyin imtihon natijasiga ko'ngil bilamiz, maktabga o'qishga ko'ngil bilamiz, chunki uni aqliy taraqqiyot bilan munosib. Ammo biz eng ko'ngil bilmaydigan, biz sal qaraydigan tarafi, ammo eng muhim tarafi, ya'ni odam bo'ladigan tarafi uni o'z hissiyoti, ya'ni ichki dunyosi. Bu ko'rilmaganligi uchun ma ikki tarafga o'xshash va ro'shan bo'lmaganligi uchun har doim ota-onalarning diqqatining sirtida qoladi va diqqat qilinmay qoladi. Bayon o'xshash. Endi bolalarimiz ana shunday hissiyotni ifodalagan vaqtda biz qanday qilamiz degan savol. Menimcha bu 3 muhim bir narsa. Birinchidan, eng muhim saqlanadigan bir tarafi bolalarimizning hissiyotini baholamaymiz. Yani bir hissiyotni to'g'ri yoki xato deb baholash biz sodir qilgan eng cho'ng xato. Bu nima degan gap desa, masalan, ma'lum bir ko'z qarashli, bolalar degan ma'lum bir gapni to'g'ri yo xato deyilib bo'ldi. Ammo ma'lum bir hissiyotini bolalar, his tuyg'usi ifodalangan vaqtda uni baholash, aqlning tarozisiga selish adolatsiz. Masalan, bayon deganda, bolamiz qorong'udan chiqilmay, "Men qo'rqdim" deb kirsa, sening qorong'udan qo'rqishing xato. O'g'il degan qorong'udan qo'rqmaslik kerak degan gap mana baholash. Mana to'g'ri emas. Chunki nimishqa to'g'ri emas? Bola o'zining qo'rqish yoki qo'rqmaslikdan iborat imkonsini kontrol qila olmaydi. Bir inson o'zi kontrol qila olmaydigan, boshqara olmaydigan ishdan so'ralsa, adolatsizlik. Allah bizdan biz toqatimiz yetmaydigan ishdan so'rmaymiz degan yerda bir bolaning qorong'udan qo'rqmasligi uning ilkida emas. Biz albatta uni qo'rqmaydigan qilib yetaklash majburiyatimiz bor. Bundan da tarbiyalasak bo'ladi. Ammo aql baholash bolaga nisbatan. Masalan deylik, shu bola qorong'udan qo'rqdi. Shunda dadasi unga "Bo'g'av oldigan qorong'udan qo'rqmaydi" o'yladi. "Da, men senday chig'imda qorong'udan qo'rqmaydim. Chiqa" deb chiqyapti deydi qorong'u. Uning bilan darhol botirlab yenib kelmaydi. Qorong'udan qo'rqmaydigan bo'lib qoldi. Bayan bilgimizga o'xshash uningdan keyin qorong'udan qo'rqdim desam bo'lmaydi ekan deb o'ylaydi. Ya'ni uni men demay, yushuraydi. Hatto o'zini jasoratsiz deb chatoq yeri. Men qo'rqinchoqman. Dadam kichik vaqtda qorong'udan qo'rqmayotgan to'q. Boshqa bolalar qo'rqmaytmish, chunki biz degan chog'da deymiz-da. Falonining bolasi qo'rqmaydi qara, ig'ilga chiqib, hali bitib keldi. Ammo sen qo'rqadigansan qo'rqinchoq deydi. Yoki qo'shnimizdan bolalarga selishtiramiz. Shunlar bu uningdan qanday bir xulosani oldi o'ziga nisbatan, men rost qo'rqinjoqman. Men qo'rqadiganman. Mana bu bir bolani tarbiyalash eng cho'ng va eng echinishli xatolik. Ya'ni bolaning o'ziga bo'lgan ishonchisini dada yoki ona o'zining xato inkosları orqali paydo qiladi. Ya'ni baholash deganimiz, uning hissiyotini baholash. Masalan, bayon o'xshash cho'ng boladan qo'rqdi. 11 his. Siz uni qanday qildingiz? Baholadingiz. Ularning qo'rqish xato yoki to'g'ri degan taroziga soldingiz. Nuqul qo'rqishlarimiz. Masalan, bir narsadan hayajonlar. Masalan, televizor ko'rib turib bir narsani aytdik, qiziqarlik bilindi. Shuna bir kulib ketdi bo'ldi. Yerga nima qarab, mushuni kulamsa, "Ey, kulgiday nima ish bo'ldi?" deymiz. Nima bo'lganini o'ylab, "Kulishim xato ekan-da, mana biz kulmaydigan ish ekan." Bu kulishini kontrol qila olamizmi? Kontrol qila olmaydi. Ya'ni uning hayajonlanishi, kulishi qatorliq hissiyot faoliyatlarini biz logika nuqtasidan qarab turib, cho'nglarning mantiqisi nuqtasidan turib,
Bunu tarazıga sağgan vaqtimizda biz bilip ve bilmey vallahi adaletsizlik qilamiz. Şunu bahalamaymiz. İkincisi, ularning o hissiyatını qabul qilamiz. Qabul qilamiz. Mesela talağdan qo'rqib kirgan bir balani bag'rimizga bosamiz. "Voy balam, qo'rqdingmi qarang'u" dedi. "Men seni qo'rqmas deb o'ylab ekanman. To'g'ri adamga qarang'udan qo'rqdim. Men kichik vaqtimda qo'rqdim. Ammo bu qo'rqilgan narsa emas. Ammo qo'rqish normal bir ish. Normal bir ish. Mesela billi chiqadi. Dada o balani billi yetilab, chiqib kirgandan keyin yoki tekrar billi chiqqandan keyin asli qarang'u. Men o'ylagandek qo'rqadigan narsa emas ekan. Deb asta qo'rqmaslikka odatlanishimiz. Xuddi shunga o'xshash shu bir qiziqarli narsadan kulib ketgan vaqtda va u kulgan narsa bizning mantiqimizda qancha bema'ni narsa bo'lishidan qat'iy nazar, bir qiziqqan bolam manasini kuldiribdi, deyish orqali bolaning kulganligini normal narsa ekanligini his qilish. Uni maskara qilish orqali bolalarni o'sal qilish bu to'g'ri ish emas. Ya'ni ana hissiyotini qabul qilish deganimiz. Uni hissiyotini qabul qilishimiz lozim. Hozir uni men demesam bo'ldi ekan bir nuqta. Endi uni qabul qilganligimizning o'zi uni maskara qilmaganligimiz bo'ldi. Bayon degan eng jiq xatoligimizning birisi va eng og'ir xatoligimiz biz bilib bilmay maskara qilish. Chunki biz ko'nglimizda bolamiz qo'rqmas bo'lsin deb o'ylaganligimiz uchun bolalarimizdagi ba'zi psixik ojizliklar ifodalangan vaqtda biz bir xil buni qabul qila olmay, mening bolamda bo'lmasligi kerakdi deb orzuyimiz bo'yicha darhol inkas qaytarib tashlaymiz. Ya'ni uni maskara yoki uni maskara qilsam xuddi bolam qo'rqmas bo'lib ketami deb o'ylaymiz. Mana bular amaliyotda bolalarimizni hurmat qilmasligimizning eng ro'shan alomati. Biz bolalarni hurmat qilishdan boshladikmi? Biz buni o'ylab qo'ysak, unda bu bolalarni hurmat qilishga qanday bo'ladi? Bolalarni hurmat qilish qanday bo'ladi? degan vaqtda menimcha bolalarni hurmat qilishni eng muhim shakli dal bolalarning hissiyotini qabul qilish, hissiyotini tushunish va uni maskara qilmaslik va uni yetak. Bolalarni hurmat qilish menimcha musham, boshqa narsa emas. Amaliyotda shu, Alloh bergan huquqni shu paytda baholamaslik. Biz ba'zi vaqtda bolalarimizdan da botir cho'ng qilmoqchi, nurg'un orzularimiz bo'lsin, ammo shuna usullarimiz to'g'ri bo'lmaganligi uchun amaliyotda bolalarimizni psixik jihatdan kichikdan boshlab, masalan, bolam o'ziga ishonmaydi, bolam faqat boshqalarni boyada gap qilmaydi yoki gap qilishga jur'at qilolmaydi degandek nurg'un qaqshashimizdan tagida bolalarimizning 2 yosh, 3 yosh, 4 yosh vaqtlarda ifodalagan har xil hissiyotlarni biz uyda nurg'un xato usullar bilan qarshi olganligimiz uchun asta bolalardagi u o'ziga ishonmaslik, o'zini ifodalay-olmaslik, o'zini kamsitish, o'zini tuvan ko'rish eng dastlabda shu bola uchirgan ota-onalarning bolalarning ish harakatiga tutgan pozitsiyasi va inkosi tarafidan belgilanadi. Masalan, bir bola shunda qo'rqqan bo'lsa yoki hayajonlangan bo'lsa yoki bu ishdan kulgan bo'lsa, shu xil his tuyg'ulari yaxshi qabul qilinsa, uning normal ekanligi, bir insonning shunda bo'ldiganligi, ammo uni yengil bo'ldiganligi degan gapni ota-onalar tarafidan yaxshi tushuntirilsa, anandan keyin bu boladagi psixik sog'lomlik degan narsa shakllanadi. Biz bu psixik sog'lomlik haqida oldimizda yana ko'p to'xtalishimiz lozim. Bayon deganimdek, aslida ayrim tema qilishim kerakdi. Halbuki biz bolalarimizning bizga kurangan taraflarga jiqroq ahamiyat beramiz. Kurangan taraflar bayon degandek, uni ish harakatiga, masalan, bolam yolg'on aytdi, yolg'onchi bo'lib qolmasin. Chunki yolg'on aytganligi ko'ringan taraf. İmtihanda tüfenlik qoldi, ya darsni yaxshi o'qish kerakdi. U ko'rangan taraf. Kitob o'qimadi. Kitob o'qish kerakdi. Ya'ni aqliy va axloqiy taraflarga alohida ko'ngil bo'lsakmi, ammo bolalarning psixik ruhiy dunyosi biz asli ko'ngil bo'lishga tegishli eng birinchi taraf bu. Bunda deylik, masalan, benim balamdan aytdi. İmtihanda qolsa ep ketdi.
Anandan keyin ammo balam cho'ng bo'lgandan keyin masalan bir qo'rqinchoq bola bo'lib qoldi deydi. Yoki butunlay o'zini ham o'ylayotgan o'z markaz, shaxsiyatchi bola bo'lib qoldi deydi. Yoki o'zining hissiyotini kontrol qila olmaydi. Hayajonlangan vaqtda ajoyib xato ishni qildigan. Yoki onasi bilan bo'lgan munosabatda ya'ni insonlar bilan bo'lgan munosabatda bizni inson qildig'ini ko'pincha vaqtda bizning o'z hissiyotimizni, his tuyg'ularimizni qanday kontrol qilishimiz. Herkes bizning bilim seviyemiz emas. Mana bu narsalar oilada ota-onaning to'g'ri Allah'ını hürmetlişini, Adem o'rniga qo'yish kerak. Türkçe to'l deydi bu gap. Adem o'rniga qo'ymoq deydi. Agar biz balamizni Adem o'rniga qo'ysak, cho'ng odam bilan ma balam o'xshash deb va'da qilsak, cho'ng odamga qilgan va'damizning qimmati bilan balamizga qilgan va'damizning qimmatining hech qanday farqi yo'q deb qarag'animiz, anadan keyin balamizni Adem o'rniga qo'yganmiz. Va balamiz bu muomaladan bahramon bo'lgan vaqtda o'zini anadan keyin men bu bir ma'oyda qimmati var birodar. Çünkü şu narsa esimizde bo'lsin. İkincisi, nasıl ko'rsam birisi, ben chiroyli bu so'zni ishlatdi inglizcha. İnsan ehtiyojlarning yig'indisi. Sen o ehtiyojlarning ma'lum birini qondirmasan, o chaqda o odam bilan sen to'g'ri muomala qilolmaysan. Yaxshi bir muomala o'rnatolmaysan. Yani insonda hurmatlanish ehtiyoji, o'zini ifodalash ehtiyoji, muhim his qilinish ehtiyoji deganga o'xshash son-sanoqsiz ehtiyoj istakli bor. Bizning shu bolalarimizda ham shu ehtiyoj bor. O ehtiyojlarni nazarga olgan vaqtda andan keyin o sog'lom o'sib yetilish fursatini qo'lga oladi. Mana bu ehtiyojni qondiradigan eng muhim kishi sirtdagi do'stlari, sirtdagi og'aynilari, hatto o'qituvchilar emas, balki eng avval ota-onasi va eng avval dadasi. En avval dadasi. Bunu bugün ta'kidlashimning sababi nima? Biz bekroq dadalar ko'proq sal qaraydigan bir masala bo'lganlar uchun. Ayamligimda kichik bola, bu degan kichik bola. Masalan, biz ko'pincha vaqtda kichik bola degan cho'nglarning ishiga aralashmoqlik. Masalan deyli, masalan mehmon kelgan vaqtda biz tabiiylan qanday qilamiz uyda? Kichiklarga ayrim dasturxon solamiz. Chunki kichiklar o'zining kichikligini his qilib oyat turishi lozim. Kichik uchoqlarning dasturxonida nimish olmaz. E'timasga lozim. Ammo biz aksicha doim kichik bolalardan cho'nglarning axloqini kutamiz. Cho'nglardek o'zini bilishini kutamiz, ammo bolalarga cho'nglarga qilgan muomala qilmaymiz. Ya'ni ularni kichikligini his qildirib muomala qilamiz va aksicha ulardan cho'nglarning axloqini kutamiz. Va bu biraz mantiqan ziddiyetlik bir pozisiyon. Şuna gibimni oxirida jumla xulosalari o'tay. İnsanni hurmatlashning cho'ng kichigi yo'q. Shu narsa esimizda bo'lsin. Bizning dinimizning bizga o'rgatgani shu. İnsanni hurmatlashning bir bovoqni, 3-4 yoshlik bir bolani, cho'nglarni hurmatlashning albatta o'z salohiyatiga loyiq farqlari bo'lsa-mu, ammo hurmatlash nuqtasida hammasi hurmatlanishga loyiq maxluqlar. Balaning kichik ekanligi uning kamsitilsa, masxara qilinsa, hurmatlanmasimi bo'ladiganligini bildirmaydi. Ularni hurmatlash, ularning hissiyotini tushunish, baholamaslik, qabul qilish va masxara qilmaslik bilan bo'ladi. Va bu xil muomalamiz bolalarning hissiyot jihatdan sog'lom o'sib yetilishiga alohida foydasi bor. Ballarımızın hissiyat cihati sağlam üsp yetilishi, ularning aqliy, jismoniy va axloqiy jihati sağlam üsp yetilishining asosi. Agar biz buni misol qarasak, ballarımızın maktabda yaxshi o'qib berganidan cho'ng bo'lgan chog'da hech nimaga foydasi yo'q.